metan, propan o'rnatamiz aksiya narxida. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugungi mashinalarimiz. Bugungi ish kunini ham boshlab oldik. Gentra mashinamizga metanni yechib propan qo'yib beryapmiz. Cobalt mashinamizga metanni yechib propan. Bu Cobalt mashinamizga metanni yechib propan qo'yib beryapmiz. Bu Cobalt mashinamizga metan sunuka qilib beryapmiz. Original jihozlarda. Ichkarida Shinarey T30 mashinamizga bitta 100 talik, bitta 65 balon joylab beryapmiz. Ichkaridagi Cobalt mashinamizga metan joylab berdik. Propan balonlarimiz belaruskiy balonlar. Xitoy balon ishlatmaymiz. Buni metanla ishlayapti, o'rniga propan qo'yyapti. Gentra mashinamizga ham belaruskiy 47 talik tableta bilan joylab berdik. Oldi qismga 4-paketni original jihozlarda bo'ladi. Bu mashinamizga ham metan yechib o'rniga original jihozlarda propan joylab beramiz. Bu mashinamizga 65 talik propan joylab beramiz. Original jihozlarda Cobaltimizga 90 talik metan balon joylab beramiz. Mana ish jarayoni ketmoqda. Chanalar ham avvalni. Xohlovchilarga рабочий variantda ham byudjetli variant qilib ustunovka qilib beramiz. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.